Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Tili va qalbiga haq joriy bo'lgan inson. Walil faruqi rujhanun va fadlun ala Uthman zin nurayni ali. Ma'no jihatidan tarjimasi. Faruq roziyallohu anhu Oli Usmon zin nurayn roziyallohu anhudan ortiq va afzal bo'lgan. Nazmiy bayoni. Faruqning ustunlik ortiqligi bor, bo'lsa ham Zinnurayn oli fidokor. Matn sharhi. Abu Bakr roziyallohu anhudan so'ng valilarning ulug'i Umar roziyallohu anhu hisoblanadi. Umar roziyallohu anhuning nasabi quyidagicha bo'lgan. Umar ibn Hattob ibn Nufayl ibn Abdul Uzzo ibn Riyoh ibn Abdulloh ibn Qurud ibn Rizoh ibn Adi ibn Ka'b ibn Lu'ay. Kunyasi Abu Hafs bo'lgan. Umar roziyallohu anhu nubuvvatning 6-yilida islomni qabul qilgan. Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga 39 ta erkak va bitta ayol kishi islomga kirgan edilar. So'ngra Umar islomga kirdi va ular 40 ta bo'ldilar. Shunda Jabroil alayhissalom ushbu oyatni olib tushdi. Astaizu billah. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallohu va manittaba'aka minal mu'minin. Sadaqallohul azim. Ey payg'ambar, sizga va sizga ergashgan mo'minlarga Alloh kifoyadir. Anfal surasi 64-oyat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo haqni Umarning tili va qalbiga joriy qilgan. U Faruqdir. Alloh taolo uning vositasida haq bilan botil orasini ajratdi deganlar. Abu Umar Zakvondan rivoyat qilinadi. Oyshaga Umarni kim Faruq deb nomlagan dedim. U Nabiy alayhissalom nomlaganlar dedi. Umar roziyallohu anhu asos solgan ishlar. Umar roziyallohu anhu ko'plab ulug' ishlarga asos solgan. Birinchi bo'lib hijratning 16-yili Robiul Avval oyida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Makkadan Madinaga hijrat qilgan yillaridan boshlanadigan hijriy yil hisobiga asos solgan. Birinchi bo'lib Qur'oni Karimni sahifalarga jamlashga yo'l boshlagan. Birinchi bo'lib taroveh namozining jamoat bo'lib o'qilishini yo'lga qo'ygan. Birinchi bo'lib Kufa, Basra, Shom, Misr, Musil kabi shaharlarning barpo etilishiga asos solgan. Birinchi bo'lib shaharlarda odamlarning ishlarini ajrim qilish uchun qozilarni tayin qilgan. Birinchi bo'lib devon, ya'ni ro'yxat qilish ishlarini yo'lga qo'ygan. Birinchi bo'lib Misrdan kemalarda oziq-ovqat mahsulotlarini keltirishni yo'lga qo'ygan. Umar roziyallohu anhuning oilalari. Zaynab binti Maz'un. Bu ayolidan Abdulloh, Abdurrahmon kattasi, Hafsa roziyallohu anholar tug'ilgan. Eslatma. Umar roziyallohu anhuning Abdurrahmon ismli 3 ta, Zayd ismli 2 ta o'g'illari bo'lgan. Ikkinchisi, Ummu Gulsum binti Ali ibn Abi Tolib roziyallohu anho. Bu ayoli Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning nevaralari, ya'ni Fatima roziyallohu anhoning qizlari bo'lgan. Ushbu ayollaridan Zayd kattasi va Ruqoya ismli farzandlari tug'ilgan. Uchinchisi, Ummu Kulsum binti Jarval. Bu ayolidan Zayd kichkinasi va Ubaydulloh ismli farzandlari tug'ilgan. Umar roziyallohu anhu bilan Ummu Gulsum binti Jarvalning oralarini islom ajratgan. To'rtinchisi,
Jamila binti Sobit. Bu ayolining oldingi ismi Osiya bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni Jamila deb o'zgartirganlar. Bu ayollaridan Osim ismli farzandi tug'ilgan. 5-si Luhayya. Bu ayol ummu valadi bo'lgan. Bu ayoldan Abdurrahmon o'rtanchasi ismli farzandi tug'ilgan. Ushbu Abdurrahmonning laqabi Abul Mujbir bo'lgan. 6-si Ummu Valad cho'rilari. Bu ayolning ismini ba'zilar faqiha bo'lgan deyishgan, lekin ba'zilar faqiha boshqa cho'risi bo'lgan deyishgan. Bu cho'risidan Abdurrahmon kichigi ismli farzandi tug'ilgan. 7-si Ummu Hakim binti Xoris ibn Hishom. Bu ayolidan Fatima ismli qizi tug'ilgan. 8-si Faqiha. Bu ayol yamanlik bo'lib, Umar roziyallohu anhuning ummu valadi bo'lgan. Bu cho'ridan Zaynab ismli qizi tug'ilgan. Zaynab Umar roziyallohu anhuning eng kichik farzandi bo'lgan. 9-si Otika binti Zayd. Bu ayolidan Iyoz ismli farzandi tug'ilgan. Albatta, ushbu ayollarning 4tadan ko'pi bitta nikohda jamlanmagan. Umar roziyallohu anhuning fazillari. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu shunday degan: Umar ibn Hattob 4ta ishda insonlardan afzal bo'ldi. 1-si Badr kuni asrlar to'g'risida aytgan fikri to'g'ri ekani Qur'on oyatlari bilan sobit bo'ldi. Astaizu billah. Laula kitabun minallohi sabaqa lamassakum fima akhadhtum azabun azim. Sadaqallohul azim. Agar Allohning taqdirda xatoni kechirishi to'g'risidagi bitigi bo'lmaganida, albatta sizlarga olgan tovonlaringiz uchun ulkan azob yetgan bo'lar edi. Anfol surasi 68-oyat. 2-si Hijob to'g'risidagi aytgan gapi Qur'on oyatlari bilan tasdiqlangan. Umar roziyallohu anhu Nabiy sallallohu alayhi va sallamning ayollariga yopinchiqqa o'ranishlarini buyurgan edi. Shunda Zaynab roziyallohu anha: "Ey Xattobning o'g'li, bizning uyimizga vahiy tushib turgan bo'lsa-yu, sen bizga buyruq qilasanmi?" dedi. Ko'p o'tmay quyidagi oyatlar nozil bo'ldi. Astaizu billah. Va idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Sadaqallohul azim. Qachonki sizlar ulardan, payg'ambar ayollaridan biror narsa so'rasangiz, parda ortidan so'rangiz. Ahzob surasi 53-oyat. 3-si Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u haqida shunday duo qilganlar: Ey Allohim, islomni Umar bilan quvvatlagin. 4-si Abu Bakr roziyallohu anhu to'g'risidagi fikri bilan. Bu zot Abu Bakr roziyallohu anhuga birinchi bo'lib bay'at qilib katta fitnaning oldini olgan edi. Umar roziyallohu anhuning xalifalikka saylanishi Abu Bakr roziyallohu anhuning yozma ravishdagi vasiyatiga binoan bo'lgan. Tarixda Umar Odil deya nom qoldirgan bu zot milodiy 644-yilda namoz o'qib turgan paytida Majusi qul Abu Lu'lu'aning suiqasdi tufayli qattiq yaralangan va o'sha kuni kechqurun vafot etgan. Yoshi 63 bo'lgan. Vasiyatiga binoan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam va Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhularning yonlariga dafn qilingan. Eslatma. Majusiylik dunyoda eng qadimgi e'tiqodlardan bo'lib, bu e'tiqod vakillari 4 bosqichni bosib o'tishgan. Har bir bosqich oldingisidan farqli bo'lgan. Birinchi bosqich Zardushtdan oldingi
ilk majusiylar. Ikkinchisi, Zardusht davridagi majusiylar. Uchinchi davr, Zardushtdan keyingi to islom kelgunicha bo'lgan davrdagi majusiylar. To'rtinchi davr, islom kelgandan keyingi majusiylar. Majusiylar yaratuvchi ikkita. Biri yaxshilik yaratuvchisi, ikkinchisi yomonlik yaratuvchisi degan e'tiqodda bo'lganlar. Ruhlarning ko'chib yurishini da'vo qiladigan Tanasuhiya firqasi majusiy firqalardan hisoblanadi. Majusiylarning olovga sig'inish, mast qiluvchi ichimlik ichish kabi buzuq alomatlari bo'lgan. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain.